Onkologiya ilmiy markazi yangi binoga ko'chganimizdan keyin laboratoriyaga zamon talablariga mos bo'lgan yangi zamonaviy laboratoriya asbob uskunalari xarid qilindi. Ushbu asbob uskunalar orqali biz onkologik bemorlarga xizmat ko'rsatishda o'ziga xos bir yangi qirralar ochildi. Masalan, avtomat ixla analizatori xarid qilindi. Analizator yordamida bemorlarga to'g'ri erta va tashxis qo'yishda onkomarkor va gormonlarni tez va sifatli bajarib berishda bu juda ham katta imkoniyatlarga ega. Molekulyar genetik tekshiruvlar o'tkazish maqsadida yangi zamonaviy asbob uskunalar keltirildi. Bu asbob uskunalar yordamida bemorlarda chuqur tekshiruvlar o'tkazildi, ya'ni insonni gen darajasida tekshirib, ularga erta va to'g'ri tashxis qo'yish va to'g'ri davolashni yo'lga qo'yish uchun bu asbob uskunalar juda ham qo'l keladi. Hozirgi kunda dolzarb bo'lgan masalalardan bittasi odam papilloma virusini tekshirish, ya'ni bu odam papilloma virusi ayollarimizda bachadon bo'yinchasida saraton chaqirganligi uchun bu tekshiruvlarda ham hozir to'liq yo'lga qo'yildi.